Hammaga salom do'stlar. Sizlar aka uka gamer kanallarsizlar. Bugun qanday o'yin o'ynaymiz deyishingiz mumkin. Yo'q, bugun o'yin o'ynamaymiz. Sizlarga Counter Strike Brawl da ulanib o'ynashni o'rgataman. Mana любой bitta masalan test ishari 2 bittasiga qilamiz. Ko'taradigan joyga kirsak, men belgilab qo'yganman, mana o'zingiz o'ylang. Shu IP adres bo'ladi mana. Server IP adres. Buni yozib, nimadir qilib o'rtog'ingizga jo'natib yuborasiz yoki siz bilan ulanib o'ynash kerak bo'lgan odamga jo'natib yuborasiz. Endi boshqacha ko'tarib berib, mana bu ikkinchi. Asha o'rtog'ingizning kompyuteri desak, ko'taradigan joyga o'sha kodni connect deb yozadi va o'sha kodni kiritadi. Ko'rishingiz mumkin, hammasi ideal bo'ldi va podverdit deyiladi. Kiradi. Menda nimaga kirmayapti? Chunki men bitta konsertda o'ynayapman. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosing. Video juda ham qisqa bo'ldi, to'g'ri. 2 minut bo'lgandir, balkim 1 minut bo'lgandir. Sizlar uchun tunu kech. Video yoqqan bo'lsa like, obuna bo'ling, bosing, obuna bo'ling, kommentariya yozing, bular hammasini qiling. Hamma xayr, hammaga salom.